Assalomu alaykum. Meni ismim Abdurahmonov Abduhakim. Timsol korxonasining asoschisi bo'laman. Faoliyatimizga 15 yildan oshdi. Biz O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar, yetuk qismlarini savdosi bilan shug'ullanamiz. Hozirgi kunda biz 18 dan ortiq filiallarimiz bor va bitta markaziy ombor va bitta hub bor bizda yuk tarqatish uchun. Bizda 7000 xildan oshiq hozirgi kunda SKU'larimiz bor. O'shalar savdosi bilan shug'ullanamiz. Biz uni oddon tanlashimiz sabab o'sha bizneslarga moslasha olishi deb bilaman. Chunki bizda har xil o'zgarishlar bo'lib turadi. Misol uchun bugun boshqa ishlasak, ertaga u narsa to'g'ri kelmasa, yana yangilash to'g'ri kelib qoladi bizda. Jarayonlarni o'zgartirishga to'g'ri kelib qoladi. O'sha vaqtda o'zgarishga qulay dastur orttirganmiz. Keyin bildik, o'sha oddada shunaqa moslashuvchanlik yuqori amalga oshirsa bo'ladi, buning imkoniyati bor ekan. O'shaning uchun oddoni tanlaganmiz. Va bundan tashqari yana keyin ko'p filiallar ochishimiz uchun ham biz uchun o'sha yagona dastur orqali boshqaruv kerak bo'lgan. Bizda oldin muammo bo'lgan, to'g'ri qarorlar qabul qilinmaganmiz, ma'lumotlar yetarli bo'lmaganligi uchun. Va hozirgi kunda ancha ma'lumotlar to'plab boshqaruvlarda ancha qulaylashtirib oldik. Xo'p, oddada ayni bitta jarayon biz hamma jarayonlarda raqamlarni ko'rib olish imkoniyati bor. Sotuv bo'limi bo'ladimi, ombor bo'limi bo'ladimi, barcha proseslarda bor buning imkoniyati. Endi xususan degan bo'lsangiz, biz ko'proq ombor bo'limida ancha ma'lumotlar to'plashga imkoniyatlar bo'ldi. Har bitta kerak bo'lsa jarayonlar bor, kichik jarayonlarda ham ma'lumotlarni to'play oldik. Raqamlarda o'zgarishlar. Endi raqamlarda oddoni biz o'rnatganimizdan keyin SKU'ni ko'tarib yuborish mumkin. Yana tushundik, xodimlarni, misol uchun oldin bizda xodimlar o'rtacha 6-7 oyda spiska yig'ish jarayoniga ishga kirishardi. O'shanda ham 2000 xil, 3000 xil SKU bilan shu darajaga yetgandik. O'rtacha 6 oydan 8 oygacha balla yig'ish boshlardi. Endi oddoda nima bo'lasangiz, shu raqam deyarli 2 kun 3 kunga qisqartirildi. Chunki har bir tovar o'ziga kod berildi, o'ziga yacheka ajratildi va o'sha yerdan oladi xolos. O'zi 3 ta filial ochgandik, Namangan, Andijon, Farg'onaga ochgandik. Keyin qarasak ko'paytirmoqchi bo'lyapmiz filialni, lekin o'sha hammasini bitta dasturga olish uchun oddaga o'tganmiz. Hozirgi kunda 18 ta shaharda biz shoxobchalarimiz bor. Bitta ayta olaman, oddada biz aniq ko'ra olyapmiz shoxobchalarda foyda zararini, shoxobchalar foydaga ishlayaptimi yoki zararga ishlayaptimi ko'rsa bo'ladi bemalol. Foyda zararga kelgan bo'lsa, men asosiy ko'rayotgan hisobotlar bizda hozir shu narsani yana ham takomillashtiryapmiz. Har bitta tovar o'zi foydali bo'lib sotyapmizmi biz uni yo foyda qilmasdan sotyapmizmi? Ko'rinishda ustiga foyda ko'rsatayotgan bo'lishimiz mumkin, lekin u tovar bizga foyda olib keltirmayotgan bo'lishi mumkin. O'shalarni ham ko'rish imkoniyati bor ma'lumotlarda. O'zingizdan o'zingiz tovarga qaror qabul qilmaysiz. Oddo jamoasiga ham, Deep Vision jamoasiga ham katta rahmat. Biz bilan hamkorlik qilayotganliklari uchun.